Assalamu alaikum, qarindoshlarım. Keşliğinler hayırlı olsun. Bazen devletlerde bu vaqt barqımız boğalı şuma Avrupadıkilerge nispeten, Türkiye'dekilerge nispeten hayırlı keş deymi. Bugün ben bir kanun arqılıq özümüzni qoğdaş degan narsani bir sözlay deb oyladım. Bu yerda da başlangıç olsun, yeslide olsun, dastlabki ma'rifda o't o'chirishninki o't o'chirish uyga o't ketgan chog'da qandaq bir telefon nomerlarini yodlash kerak deb o'gitimiz bolalarga. Doktorxonalarga jiddiy qutqizishninki, andan keyin boshqa bir o't o'chirish yoki doktorxonadan yoki soqchiga telefon qilishninki kichik bolalardan tortib bularga kirgizilgan ma'rifga. Şunun olan bu cihatdan balalarınki bir iş olsala, bir avazlık bir narsa, "Oy, tezin saççığı telefon vuraylı mı?" dep durup baştaqdaydı. Ya ki kolu bir yerleri yaralansa tezden ambulanslık telefon vuraylı, ciddi kutuzuş telefon vuraylı mı deydi. O kanun eni bularının kiçigidin tatıp yitilidik ya. Bizde bir xil çikketkeç vatanimizde mi cık işlerini yanlışçı hal qilamiz, cık işlerini özümüz şahsi hal qilamiz degeçkim ki bu cihatdan yitilmepti bizde. Torlarda mı her xil işler boğatıdı. Ben bir şey daha özemlikini dey. O Mekke'ninki mesela Saudi'ninki elçixanasına badım onun cevabı geldi. Onunki Mekke'deki men bilen tutuşup kalan insanın bana tehdit kılan insanınki Saudi grajdan emasligini endi ispatlap berdi. Onadaki Türk vatandaşlarga şunu Türkiye'nin ütüme hem de bu kalan iş Türkiye'nin boyunca buludu iken onun resmiyetlerini beceriş basqıçıda men. Anandikin bunda bir iş oldu. Bugün Norvegia'da bir sınırımız var Zöhre Eysa deb. Bunu neçə günün aldıda Abdülkahar Nebi isimlik birisininki hazırlı sizlerini tep balımız, kolum rolda sen hazırlı barıma, yanınga tutup alıma dep durup tehdit. Keyinden şu Messenger'da şularını ivetiş arqılıq avar kıvatqallığını ma'lum qıgandı. Bunu Allah bilen biz saqçını izledik. Tordaki müştaq tehditlarını mı qandaq usul bilen saqçı bilen alaqılış arqılıq nemişler qılıldı. Biz mişənin puhrası, vatandaşlığı. Şununla hem de vatandaşlığı yoxlamı kirip bunda bir işığı tehdit uçurdu dese her qandaq adamını qoğdaydı. Türkiye'de mi şundaqken biz fakat kanun eğimiz yetilmegen. Çık nersen yanının içeri özümüzün millet oğalık için, özümüzün millet oğalığımız için, diğerlerimiz için bu bir acizliğimiz bulup şekillenip kaptı, yetilip kaptı dedim. Şununla hem de Began Uygur isimlik birisi 100 bin imza doğruluq bir nəslərini yazıb sağlıqnınki obrazı her xil onurken mening ismim barken şavqun deb tordu bir sözləydiğən bir nəslərini yazdığan bir bala vardı. 19 yaşlı bala o Avrupa'daki bir devlet turudu. Onun akısı bilen hadisi o şavqun isimlik balanınki. Suriye'de ölüp ketkenke, ma'lum ba'zan odamlarning da'vat qilishi bilan shu axloqi berib, aksi hadisi ölüp ketkenke. Şununla bunun kalısı bek ta'sir qilib ketgan bir bola ekan. Şunu ba'zan yozmalarni yezib, o'zininki qayg'usini, o'zininki bir rahatsız yerlerini, fikirlerini mayli ba'zan to'rtevalarda yezib qilsa, aşı balını olta uzmidi, hele tep balmasin, nem qolma deb oxir bo'lmay bu bola biz bilen alaqılış arqılıq, bəzən akıllarımız var, hədilərimiz var, sınırlarımız, inilərimiz arqılıq bunu qanda qoğdunuş haqqında biz bununla məsləhət körsətdik. Umuz saqçığı əngə aldırıb qıldı. Şunun bilen bu əmdəlik Behram Sintaş isimlik birisimi şunçilik eğir gayri geplarni imza to'g'riliqlar emas, namoyish to'g'riliq. Namoyishida nim qilib berdi, ko'rimiz, o'yin ko'rimiz, sog'liqni ham yana saqchiga tiqimiz degandek gaplarni yezish, ayrim hollarimizni so'zlash orqali chiq narsalarni bizmi yig'dik. Ondan keyin Dünya Uyghur Qurultayı'nın salbiy obrazını yaratdinglar deb. Dünya Uyghur Qurultayı'nın salbiy obrazını sizlar yaratyapsizlar. O'zlari yaratyapti. Biz torda fikir erkinligimiz var. Her qandaq devlet tutursaqmı
Bizni Allah muş dunyoga yaratganken biz özümüzün fikrini bayon qilish, munozirlashish, ochiq fikrlashish huquqimiz var. Sizning shaxsiyligingiz yoki yana bir namalariningiz to'g'riliq so'zlashmadik. Shuning uchun bizning fikr bayon qilish huquqimiz borligini Allah bekitgan. Faqat biz o'zimiz uqolmay qolgan yerlarimiz borki, qarindoshlarim. Men jiqonlarda ba'zan narsalarni sizlar bilan o'rtoqlashqim keldi. Masalan, Solihninki bu namoyishsi xatomi? İmza xatomi? Anandan biz mesela Dünya Uyghur Kurultayı hamma narsaga ega bo'lamdi. Mesela bizning fikr bayon qilish hamma narsamizga ega bo'lamdi bular. Biz hech nima demasligimiz kerak. Sen birdan bir Allah'la birdan bir egimiz bizni yaratquchimiz. Uningdan boshqasi birdan bir emas. Bir va faqat bir degani Xitoyning siyosati. Bir va faqat bir degani. Lekin biz va bir va faqat bir deganni biz e'tirof qilmaymiz. Tashkilotlar ko'p xil bo'lishi kerak. Odamlar hammamiz ayrim-ayrim uylarda yashaymiz. Hammamiz bir xil fikrdagilarning hammamiz bir uyga tiqilib olamiz yoki hammamiz o'xshash fikrda bo'lamiz desak, xato bo'ladi u. Masalan, mening bolalarim bilanmi ba'zan narsa o'xshamagan fikrda bo'lamiz. Bir yerlarga bormoqchi bo'lsakmi, o'zimiz deyishimiz, qayerga borganimiz va qanday qilamiz deganlarni o'zimiz deyishimiz. Anandan tünögün To'g'liq apandininki programmasida toza puxadan chiqmadik deganliginglar uchun men bugun bu yerda boshqa bir narsani qistirib o'tay, undan keyin boshqa temaga o'tib ketaylik. Mavlon Yasin apandim, akamiz, Mavlon Yasin akamiz tünögünki suhbatdan keyin menga telefon qilib, agarda mumkin bo'lsa, savol mendan, masalan, savol sizlardan, javob mendan deb bir suhbat o'tkazing. Men shuningga chiqib, har qanday to'rdashninki savollarga, mushu da'voga doir, da'vodagi qaysi insonga doir, bir da'vodagi xatolikqa doir har qanday savol bo'lsa, yig'ib qo'ying. Men shanba kuni javob beraman dedi. Shuningga men to'g'ri chiqarib qo'ydim. Har qanday savol javob bo'lsa, javob beraman dedi. Shuningga u vaqtida hammamiz masalan uqmoqchi bo'lgan, qayim o'qib qolgan yoki mushlarning ichida ba'zan narsalarga bir mujmal tushunchaga ega bo'lib qolgan qarindoshlarimiz har qanday savollaringlar bo'lsa, oqsabda masalan Messengerda yozaversanlar, men to'plab qo'yib hammani shu kimga savol qilib qo'yamiz. U vaqtda kesh bo'lib ketmaydi. Xeyli kunduzi vaqtida qilgan bo'ldik. Tunogin bek kesh bo'lib ketganlik uchun jiq narsalar bek o'zinglar bek charchab qoldinglar deb o'ylayman. Bugun ishlaydigan kun bo'lg'ashqa to'xtatdik u vaqtida. Ba'zan savollar bek ochiq yo'riq bo'lib ketmadi. Agarda texmi ishkirlagan bir narsalarni huquqlar bo'lsa, ayrim danglar buni yig'ib qo'yib turib, Mavlon hakkımızdan so'raydigan bo'ldim. Anadaki mush qonun masalasi biz o'zimizningki huquq manfaatini o'zimiz qo'g'dishimiz kerak. Mayli siz men bilan o'xshash millat bo'ling, lekin mening qonun huquqimga siz daxli ta'ruz qildingizmi? Men buni cho'qim o'zim qo'g'dinish orqali sizga radiya qaytiraman. Bishida chiroyli gap qildik. Bizmi sog'liqqa agishish, Solihninki yo'lini tanlash, biz vatan da'vosi uchun Solihni yaxshi ko'rdik. Bu yo'l to'g'ri ekan, burunqi petiqlab ketgan nachar yerlarni ma bola hech qanday bir pokiz qo'li bilan kirdi, bizmi pokiz qo'limizni sunayli deb qildik. Bizning hech qanday xatoligimiz yo'q. Agar Solihni yaxshi ko'rsangiz, bizni yaxshi ko'rsangiz, o'zingizning xili bilan yashayvering. Lekin tillab, heli tutib olaman, heli o'ttirib etma. To'g'ri, siz dedingiz, Palanchi, Pokunchi, Nuri Turkininki, anandikin Dolqin Aysaning, Ablimit Tursun qatarlıq bir munchilarninki, anaki o'lmalar birliklarininki, hammasininki kalli kesar nemisi var, amandaq nem qilish var, mashin so'qib o'tibli, o'lib qolsang bilmaysa, suvi tunjiq o'tiribli, o'tirib olsak bilmaysa, to'g'ri? Bilmaysa. Men hammani aniga oldirib qo'ydim. Qayerdan tahdid kelganligi, kimlar qilyotidi mush ishlarni men hammani ta'niga oldirib qo'ydim. Siz meni arz qilib, yana bir ko'raylik kimni arz qilib, kim qayerga kirdig'ini. Men dedim-ku, talab taqdim bo'yicha birdan otime har qandig'im arz qil dedim-ku, men ochiq tashqari, men ochiqchilikda har qanday odamni arz qilsang bo'ladi sening huquqing. Ammo meningmi qaytarma zarbi bergichiligim bor.
Mən xalqım aldıda deyman, mən bir siyasətçi emas. Mən özüm oyğanğan, başqalarını oyg'utish tarafdaridagi bir inson, bir çümölə dedim. Sağlıq bir əskər, mən bir çümölə. Mən bir dixanday. To'g'ri, chiqla debdi, Uyg'urning hammasi dixan bo'lganligi uchun kalisi ichilmagan qandaq qo'ydak mana ishtasak, tashriqni qilib bersak, meni berdi deganlaringlarni hammani ovozliq narsalar bor. Uyg'ur unda döt emas, faqat biz nimaga kunib qolgan? Biz ishonimiz, ilmi valaning ilmiga ishongan. O'rni valaning o'rniga ishongan. Şu milletimiz bilan bir milletli deb turib shuningga ishonib bo'lganligi uchunla shuningdan foydalanib ketdinglar. Taraf-tarafda rasvatullar bilan tahdid. Sen qo'ling rolda bo'lsang, kel. Saqchixonda uchrashimiz. Har qandig'ingninkini elib, berib, tarjima qilib turib, tushundirib, aniga oldirib qo'ydim. Qaysi ishxona, qaysi davlatning bo'lsang. Norvegiya sal ostaroq ish qilgan bilan nayt mukammal, nayt voyaga yetkazib turib xalqiga ega bo'ladigan bir xalq bu. Men vatandoshligim mushu Norvegiyaning. Yuragim Sharq Turkistonning. Shuning uchun biz Sharq Turkiston mustaqilligi degan bayroqni ostiga kelamiz deb kuchayapmiz. Sen avtonomiya bayroqining ostiga kelsang, ishingni qilaver. Ishning qilib ishlaydi. Hammadanning o'zi uchun xili bo'ladi. Shu xilimiz bilan yashaymiz. Sen bir xiling bilan yasha. Lekin o qizlarni, kichik bolalarni tahdid qilib, hozir berib, undaq qilib o'taman, mundaq qilib o'taman. Kemmamsa, qo'ling roldika 10 kun ketmaydiganda, o Norvegiyaning yeriga kelish uchunchi birdamdir kep bo'lsa, 10 kun ketmaydi Yevropada cho'glab yurib kelsangmi? 20 kep nimish kep bo'lamaysan. Eli ömlep kelimiz, kulqon kesitimiz yani bir Zöhra Esanım toy kızıp böyle kıldırıp ettinler. Gülhan'ın mı şundak? Nimiş hacet, ne hacet? Senin acan, aban, sağların yok mudur? Kızın yok mudur? Xotnon yok mudur? Nime haceti? Oşu kocanğa şunçilik itaatmen, şunçilik bir ergeçilik ense pul şunu kıldırıp atıdı, doğru. Biz haksızmış dava, anamның davası, toprak davası, anamның davası deb turib, ergeçküçülerle xalas. Biz ergeçküçü. Allah'ımı sebep qılğanğa beridi. Sebep bizden, natija Allah'dan. Sen nereden bilsen? Xitay zoruyup ketdi. Xitay onda monda qılğan bilan, imza bilan, yani birim bilan. İmzanın tüpeyliden çık işler boğatqını körüvatısılar. Buludu yana davamlıq. O sağlıqni arz qilib beshini tiqib etimiz. Eliqinasini to'rg'i chiqadi, e'lon qildi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining ismini nem qildi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining ismini o chiqirib qo'ymadi, yeziqlikka qog'ozda. Ko'zingni bunday qivog'ining bilanmi baribir batusa. O ishtini chiqirib qo'ygan bolalarning uchun pampurustimi purab bilib olg'ili bo'ladi emasmi? Chiqirib qo'ygan bo'lganiga uqib qoldik. Uqib qolish hech qanday ish emas, o'zimiz qo'g'daymiz. Biraz tuttuğumda birisiga cevap qaytarib o'tay. Anandikin bir qo'rqinchli bir videolarmi borki, to'rda ba'zan bir qarindoshlarimizning dafsandirikchilikka uchirgan, u narsani menga evatib qo'yibdi ekan, to'q men shunda yurgim og'ir edi. Rasmini ko'rdim, lekin videosi kep bulanmadı. Beşingda aşındaq bir qo'rqinchli qizlarni dafsanda qilayotgan Uyg'ur kichik qizlarini mushtaq ishkir o'lkalarga satgan mushtaq ko'rinishlar borki, bularni to'planglar agarda beshing ishilta oladigan imkoniyati bor, ba'zan qarindoshlarimiz mushuni to'planglar, ko'zini yumib o'ylab turib, o'chib turib emas, ko'zini mushtaq qilib turib yolg'on gap qildi Shuhrat Zokir. Ömürlük bir münafık deb o'ylayman. O dünya bu dünya münafıklık qildi deb o'ylayman. Bu bir insan qalbidan chiqqan bir hayvanlık deb o'ylayman. Hayvanmi emas, insan qalbidan chiqqan bir nima desam bo'lardi. Shu bizda hech qanday ish yo'q.
Dəpsəndicilik yox, o bu deganlarga mush isbotlar kelyapti qarindoshlarım. Yig'ib qo'yayli. Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga topshiramiz. Jiqyalarga isbot to'pladik. Hech qanday narsa to'g'ri chiqib ketmaydi. Lekin biz mayli qaysi davlatda turayli, Turkiyaning qonuni voqea qarindoshlarım, nima deb o'zimiz qo'g'dimaymiz, uni bilmayman men. Men shu vatandoshlikni taga og'ili 2 yil bo'ldi, ikkinchi yili. Bu vatandoshlikni olmagan chaqdimi o'zimning qonun huquqimni qo'g'dab kelgandim. Bolalarımnikini qo'g'dab kelgan. Ba'zan narsalar kelgan chaqda o'zingiz mushuningga tirishsangiz erisha olasiz. Bu qiz bolalaringni mundaq qo'ytima, undaq qo'ytima deganlarni men qoldirib qo'ydim. Hammani qoldirib qo'ydim. Masalan, mundaq qilib o'tma, undaq qilib o'tma, o'tirib o'timiz, mundaq mafiyalar va anda. Masalan, bu soliqqa ergashganligim uchun, rost gap qilganligim uchunla meni mafiya o'ttirdi degan gap nimadan derak berdi qarindoshlarim, o'ylab yiqinglar. Masalan, tunogim bir narsa to'g'riliq men jiq odamlar bilan munozirda bo'lib qoldim. Ayrim xonamdimi degan ba'zilari telefon nomerlarimga orqali so'zlash orqali mushu Facebook'ga siz ma'lum birisining qizining usli o'ynagan narsani chiqarib qo'yibsiz. Uni qilmasangiz bo'ladi. Bu deb so'zladi. To'g'ri. Lekin men biyaram bo'lib chiqadim. Mening nazarimda u bir oddiy bir insonniki bolasi emasdi. Shuningga chiqadim. Qayg'uni ifodalashning har xil usuli bor. Mushu hozirgidek vaqtda usul naqsh usul bizning borligimiz emas, faqat bir boyligimiz. Qayg'uni ifodalamdik yoki madaniyatimizni ifodalab qandoq bo'lsa, bir tuqunim uchun ovoz chiqarsam deb o'ylaydi ekanman. Siz bana o'xshamaydi ekansiz, umi bana o'xshamaydiga to'g'ri, men o'zim ayrimxonasidami paranglashib qildim. Mening maqsadim nima? Hozirgidek sharoitda biz nayt xo'shalligimizni ifodalashimiz kerakmi yoki birsimiz bir fursatni tutib olib o'ltirib ovozimizni chiqarishimiz kerakmi? Ega chiqishimiz kerakmi? Mayli dadaga, apa kimga ega chiqsangiz, ega chiqishimiz kerakdi-ku. Shundaq bir fursat tarqilishchan mushtaq medialarda biz mushu naynay orqali o'zimizni ifodalamdik yoki boshqacha bir usul ya nasr yoki bir narsa orqali mening mushtaq bo'lgandi, mushundaq bir kunti bugun men buni qayg'ularimni mushuninga singdirdim deb turib bir Fransiyadami bir namoyish vaqtimizda bir chet elliklar tayyorlagan bir nima bor, nimalarga dramada kichik muzikalik drama shuni hammani yig'iltib atgandi. Shundaqroq bir ifodalasak bo'ladi deb turib chiqarib qo'ydim. Uning besim degan keldi. Bu telefon urib, voy yo'qdi bitin oqdi, ko'kdi deb turib yo'qtib atdim. Ammo kayfim bek buzilib ketdi. Shunga dadamning o'lgini opamga yarashdi degan narsada temada chiqarib qo'ydim. Shaxsan men agarda dadam bir yerda yana birim bo'lsa, mening qizlarim, ballalarim hargiz uslu o'ynab bir yerda naqsh etib chiqmaydi. Mening ballalarim odatda monchidimi naqshini qo'yib qo'yib turib monchiga tushadigan odam hozir hech qanday muzikani mendan so'rab baqadi. Uzunroq yo'lga chiqsak, qaysi muzikani qo'ysak bo'lar apa, qaysini rahatsız bo'lmaysiz deb turib deydi. Men shuningga endi mening hissiyotimni mush ballalarimga tushunadi. Chunki opam baqqan ballar bu. Apam bolalarımni beqish bergan. Shuning uchun ba'zan hissiyotlarni balkim hech qanday odam tushunolmasligi mumkin. Biz hozirgi vaqtda chet elliklarning hissdoshligini kelnim qilishimiz kerakmi yoki naynay deb turib bizni aslida naynay millati deydi-ku, Xitoy asl deydi. Bo'yninglarni etib beringlarchu, qizimmi bosh poyezdda bundan nima qilsak, ashunda deydigan, nim qo'y tiyovlar, nega bo'zi badi shunda achig'im keldigan. Boyunda biz shamolga o'ynaydigan bir millat emas. Hem hozirgidek bir vaqtda biz o'zimizningki qanchalik bir besramjon, qanchalik bir nachar holatimiz ekanligimizni bildirishimiz kerakdi. Bizning borligimiz emas, hech qanday naqsh muzika borligimiz emas, faqat boyligimiz. Burun yalqi rozimi degan muqam bizningki boyligimiz, hargiz borligimiz emas deb turib. Shuningga qarindoshlarim bir narsa chiqirib bo'g'icha hammanglar yupurilib kelib birsi-birsinglarni biyaram qilsizlar. Men bilan o'xshash fikrdagilar bo'lsa, o'zimiz ashar paranglashimiz, siz mening sahifamga kirib undaq pitiqlimisingiz bo'ladi emasmi? O'zingizni yana yuraverasiz. Men sizning Facebook'ingizni chiqarib qo'ymasam ya men bir narsani.
Mesela Salihnikini çıkarsamı, yoki Zöhre çıkarsınmı, Gülxan çıkarsınmı, bu özümüz halap çıkırmız. Biz rahatsız yaşavatımız. Biz şunçilik köngülsüz yaşavatımız. Ata-anamız qamoqda, ko'rishamaymiz, hech qanday aloqa yo'q, o'ldimi, tirildimi bilmaymiz degan holatda tursak biz, yana bir xo'shallik bilan naynay qilsak, o o'zimizning fikrimizni ashada ifodalasak, nima deb siz o'ltiramay qilib u ayrim xonamda, yana birmida o valaqshibli ketasiz. Men sizningki Facebookingiz nima chiqarsangiz, nima chattig'im, meningmi chattig'im yo'q-ku. Faqat bir qatim bir insonga dedim, Eliqi Xitoyni doğrab tazı bir g'ayri bir narsalarni Uyg'ur qizlariniki chachirab yurgan bir narsalarni chiqarib qo'yibdi. Bu bir salbiy obraz yaratilib qopti. Hozir chet elliklar bizga esdoshligini bildirayotgan bir vaqtda shunda xo'shal to'y ko'rinishlarini, xo'shal bir xil nimalarni chiqarsa bo'lmaydi degan gapni qilib boqqanman. Lekin o'zimning Uyg'urimniki bundaq nima oltini faqat yaxshi ko'rmayman. Ben bu balalarımga bir terbiye kılıma, nimini kılışkı tegişlik, nimini kılmaslık tegişlik. Mesela biz kolum koşular ölüp tatıp kalsa, bir ölüm yetim boğan çağda, kolum koşularımızın televizyonun avazını astı çıkırımız o. Anlap kalmışsın, nem kılıp 40 gün geçe nimini koymay, televizyonlarını koymay, karlık tutulgan bir işler bulduğun, kolum koşularına ölüm yetim bolsun, avazını, muziklik neslerini çıkarmayayım, avazını koy, teş kılanlar deyip, apam açlık deydiğen. Muşuda köngendik biz. Biz oyuncu millet bolsaqmı, oyununuz işini etip durup kılan. Lekin torlarda anda qısınız selbi obraz yaratıp qalsız qeyrindaşlarım, ballarımızı yaxşı terbiyeleyle. Özümüzden balları eğer de ben bir yerlerde türmelerde yetip qalsam, murdasız kesilip kelsem, menin ballarım sahnede uslu oynap yürse, mən ras qobul qılamayım. Bu meniki psixikamdaki çataqmı bilmedim çıqlar, şundaq deyişdik. Şunun için bu nəsigi biz nəsi çıqarsak, özümüzdeki bir ortaklaşqımız, dostlarımız bilan ortaklaşış niyetini çıqargan nəsini siz rahatsız bolsanız, meni qarğı tiqib eting. Men siz bilan do'stim emaskanman tiqi. Do'st emas tursam nima deb meni tillaysiz? Yoki Zöhre Aysanimi tillab degan o'sha nima Abduqahar Nabiy, anandaki Began Uyg'ur, Behram Sintash, voy Behchiq bundaqlar, undaq qilmanglar. To'g'ri deysiz, bizning madaniyatimizni biz hozir tunishtirsangiz, boshqa bir narsalarda tunishtirsak bo'ladi-ku. Biz nima uchun hamda boshqa bir yaxshi bir narsalarimizni bog'i bizning usuldan boshqa nima yo'qmi? Usuldan boshqa bizning madaniyatimizni tunishtiradigan bir usul yo'qmi? Bizde her xil işler bağı, mesela tamak arkalıqını bildirələysiz, uruq tuqqanlarımı muş tamakını yegen bolsaq tən yev oğuyduk, hazır muşundaq bolduq dep durup qısınız boludu, yoki şeir deklamasiyası var, her xil bir işler var, qısaq boludu, qeyrindaşlarım çoxum usul, biz hergiz usul oynap əməyimiz bir yer çıkıp, mümkün emas o, tövəndikiler çavaqın çağını bilen, Xitay bir munç çavaq çağını bilen, aşı xoşallığınızı işbadlap qoyğanlıq bulmamdı. Mening onda bir esil dadam, aşı Uyghur üçün xeyli işlerini qilgan ma'lum bir adam. Shunchalik bir hamda bizmi hamda bir rahatsız bo'lganmiz, u o'zimizningki fikri, lekin siz bunga qarshilik ko'rsatmang. Men har qanday odamning ayrim qonsiz so'zlash baqaman. Bunda qilmasangiz bo'pti-ki, yoki bunda qilmasangiz bo'pti-ki, bir yaxshi bir ifodalash usuli yo'qmi degan deyman. Anglamasa o'zining ishi, lekin men bolalarimga qanday tarbiya qilaman? Başka sınırlarım dostlar bilen qandaq ortaklaşıma, muşu seyipem arqılıq ortaklaşıma. Mening to'g'rimi ya boshqaning to'g'rimi, to'g'ri xatolikni biz ancha-muncha ayırmasak, o vaqtda biz nayt töven darajalik bir millat bo'lib qolamiz. Cho'qim to'g'ri bir fikrimizni, ma odamning xato qilganti, ma mundaq qilganti deganlarni emas maqsad. Muşundaq bir narsalarni maqsadimiz bir o'rtaqlashish bo'lgan ekan, qarindoshim bizga yo'l qo'yinglar. Siz Dunyo Uyg'ur qurultiyiga ergashivering yoki qanday ilohlarga ergashing. Biz ergashmadik. Biz boshqa bir, masalan, sog'liqqa ergashish, Sharq Turkiston mustaqilligiga ergashish bo'lgan ekan, mushuni o'zimiz tanlagan yo'l. Siz zo'lab bizni tatlab ayaga akirmang. Tuniga Mavlon Yasin apandimniki akamizning degan bir gapi aniq esimda. Biz qamlashtiramidik. Xato yo'lni mangdik. Biz yana şu xato yo'lda turaverdik, sukutni tanladik. Endi Solih Xudoyor chiqib, mush davoni mush peshimizga urib turib, yo'q, mayoqqa deb turib,
Manguz dey, bu bir Allah'ın himmeti deganni, muş cho'pcho'ng odam, 60 yosh, 60 necha yoshlik odam mushuni e'tirof qilgan yerda sen kimding deganni desak bo'ldi. Menmi xatoliklarim bo'lsa, masalan dedim-ku, men nimaga Norvegiyaga men da'vo qilaman deb chiqmagan. Bu rost meningki nimam deb yolg'on gap qilaman. Shuning uchun men bir siyosiyonman emas, men bir inqilobchi emas. Faqat men o'zim o'yg'ongan bo'lgan ekan. Mening o'zimningki bir dunyo ko'z qarashim yoki uyg'unish jarayonim yoki qandoq bir sizlarga manfaat yetkazadigan narsalarım bo'lsa, o'rtoqlashay deb chiqdim. Lekin soliqqa ergishima. Soliqqa ergishima. Bu meningki hamda bu shuncha qizlar singillarimiz, adilarimiz, inlarimiz, akalarimiz mush nim bo'yotdi, munda qilayli, onda qilayli degan qarindoshlarimiz shunday chiq. Bu maqsadimiz nima? Shu ota-onamizni ko'raylik deb qilyapmiz. Bugunmi bir halqa timsohninki bir yova kalımı shuni tishlab olib, oxirgi o'zininki to'pidagilar yordam qilmay, oxir suvning ichidagi suv eti, suv eti deymiz bu deymi. Shu yordami bilan chiqib ketganini shu o'zimizning hozirgi davosiga o'xshatdim deb chiqarib qo'ydim. Qarindoshlar, biz qo'l qo'shtirib turmaylik-chu. Bizni mayli ko'zga ilmasin deydigan Uyg'ur degan mundaq bo'lganlik uchun, andaq bo'lganlik uchun shuningga nim qilmaydi, yetlashbek oson, mundaqlik qilib qo'ysak, tashviqni mundaqlik qilib qo'ysak bir gap bo'ladi deb turib, uni qilsak, biz o'zimizni ko'zga ilmay, millatimizga nisbatan bir xil so'ygirimiz kamchillikning ifodasimi yoki kamsitish orqali Uyg'urni kamsitma, bir-biringni kamsitma. Mayli dixon bo'lsin, nima bo'lsin, men dixon. Men dixonlarning vakili. Dixonni kamsitma. Bütün bir davlatda dixon kambus bo'lmaydigan bir top. Shuni bilib ol. Shuningga o'zingning ishingni yo'lingga bor, bizning yo'limizga to'pichashma. Soliqni kirgizib yetimiz, u kirgizib baxmamsa. Menimi onda tehdit, onu yana bir qilib erki ro'znimi bo'yningni uzib yetimiz, biz hammani saqchi orqali deyishib qo'ydik, qilgan chaqda qanday qildiki xalq tükürük bilan o'tira oladi seni hozir, bilib ol. Hozir Uyg'ur o'yg'anda o'zining inkaslarini yozadi tövanga. Xato narsaga bo'lgan qarshiligini ifodalaydi. Xuddi sen qalaymiqan g'o'janga pulning kuchidan bir narsalar biljirlayotganing bilan biz da'vo emas, Moşu tuproqqa bo'lgan söygürimizni tövəndə ifadalab, ergişidigan adimizga ergişib mingyapmiz. Yani davamlıq mangamiz. Qanun degende her bir devlet qanun var. Türkiye'de qanun manda. Nima deb Türkiye'de qanun sus boludu? Sözleşdim go men Türkiye'niki saqchilari bilanma. Faqat sizlarni qo'rqitdi qarindoshlarım. Manda qilsang Türkiye'ni mang'uzib yetadi manda. Sizlar Türkiye qonuniga xilop bir ish qilmasanglar, nima deb mang'uzib yetadi? Erdoğan'a bir ishib qaptimi mang'uzib yetadigan? Yana nima bo'lsa shu tuproqni echib berib, o davlatdan bu davlatdagi turmalardagilarni akilishga bo'lsin shu ishni echib beryapti-ku. Türk millatlarining kuchi shu. Türk xalqi hergiz Uyg'urni qarab turmaydi, jiq jihatlardan. Shuning uchun uni qo'rqitib yog'andan nim qilmanglar, shuning mangmanglar o gaplarga. Chunki biz Türk qonuniga xilof ish qilmaymiz. Ma nachar ishlarga qarshilik bildiramiz. Onun uchun agarda ba'zan narsalarga nimaga uchrab, tahdidga uchrab yoki ko'ngilsiz bir ishlar uchrayotganimiz qonun jihatdan qo'g'dinishga nimangiz ehtiyojingiz bo'lsa meni izlang. Men cho'qim yordam qilaman bu jihatdan. Agarda yana bir fikrlaringlar bo'lsa, men ostida o'qib boqay tovanni. Türk xalqi Uyg'urga yordam qiladi. Unisi aniq bilma. Shuning yordam qilgan yerlarga erishyaptimi? Ko'ryapsizlar, har qanday naq maydonga kirdi. Türk To'g'ri, shu biz bir odamning boshqarishidagi odamimiz, bizning bir hukumatimiz yo'q. Biz davlatni qo'limizga olgan chaqda hukumatga bo'ysunimiz. Hokimiyatga bo'ysunimiz. Nima deb sizninkiga biz bo'ysunimiz? Siz bir va faqat bir degan bilan men Allohni bir va faqat bir deyman. Uningdan boshqa tashkilotlarnikini hammasi o'zining yo'li bor, o'zing xato qilgan yerlarini o'zing e'tirof qil.
Ben dedim Şarkı Türkistan davasını qarab bir adam qilmaydi, bütün xalq qiladi. Onunki xato yerlaring olsa e'tirof qil. Men xato qildim deb. Jehmi xato qildim degan yerda sen kimding degandek xato qilmasan e'tirof qil. Anadagi Şarkı Türkistan mustaqilligining ostiga kel. Sen nima ish qilsang qil vaqtida. Lekin bizni sening ostingga kelimizmiki deb o'ylab qolma. Bayroq Şarkı Türkistan mustaqil bo'lgan chaqda ishlatgan bayroq, vujudga kelgan bayroq. O sening bayrog'ing emas. Sening da'voring boshqa birdan bo'lsa, boshqa bir nimani qilaver. Lekin bizning ma qarindoshlarimizga g'ayri ishlarni qilsang, o'zingning putingga o'zing palti chapsa. Bu yig'ib qo'ygan narsalar o'zingning ovozli narsalarning yana kelibchimi? Tashkilotning deb qo'yay. O'zingning ovozliqlaring. Men soqchidan tortib, nerdan tahdid keldi? Nemish bo'lsa kimni izlaydiganlardan tortib, men undaqcha 4 da'vo qildigan, 4 o'zimning da'vosiga ega chiqadigan odam emas. İşenmisang sınab baq. İşenmisang sınab baq. Türkiyədəki qarindashlarimizni bo'za qilib bir yerga opiribsizlar. Məmiz yığdığanı yığıb qıldığan işni qıvatımız. Amma bu qatim bilib qalsa, xalq döt emas, xalq o'yg'oq, faqat uyqudarisini yana davomliq bəsəng işməyimiz davatqanlıq üçün mındaq bo'lib qalding. Puldan ayrılıb qalman deb. Ma davada bizga pul kelmaydi, biz o'zimizningini ishini qilayotgan bo'lgandan ishingni qilib yasha va aralashma bizning ishimizga. Bizmi sening ishingga aralashmaymiz. Tinmay vatildab lavz ishlarni qilsang, o'tirib chiqib daverma. Ismingni atab deyman, ovozingni qo'yib etaman, ashundaq ish bo'ladi. Qarindoshlarim, bugun faqat men mushu bir muhim temalar bordi. Shu temalarni juma kuni sunamiz. Hazır hem de bu universal bir müştak bir ortaklaşış nimesi bilen kısqılı bir nahmaydan kıldım. Özümüzni kanun engini yitildirip özümüzni özümüz qoğdaylı. Bu çetellerde mi özümüz qoğdayalayımız. Hatırcam bulunlar her qandaq nərsini ivetip qoysanlar buldu. Xudi Germaniyadaki kamptiki bir qeyrindişimiz. Muş bovatqan işlarını bana ivetkendəkli iş. Muşu cıq türmelerde qeyrindaşlarımız bazı, çeteldeki türmelerde. Malaysiyada, Taylandda, Vietnamda, xeylicik Bolgariyadaki türmelerde, anadaki kampta işler hal olmay, advokatlarını köstüp məlum bir adamlar. Pulunuz olsa advokat tutsaz, Falanca advokat qilib berdi deb o advokatni qamlashtiramay. Shuning bilan bularning ishlari so'rilib, qeri-cho'ri, uşaq balları so'rilib, u yerda bu yerda musafir bo'lib yurgan qarindoshlarimiz oz emaskan. Sizning ovozliq narsangiz menga kelmaydi deb o'ylab qolmang. Uyg'ur kimga ishonsak bo'ladi deganni bilibdi. Shuning uchun ho'shingizni tepib yuring. Hozirgi vaqtda masalan, shu bir narsa o'zi pitni deysiz, sen gap qilsang pitni emas. Men o'tirib hamma narsani o'tirib chiqarib desam pitni o'qalamda, degan isbot bilib ol. Uyg'urni pitni deb o'qildiman deb o'ylab qolma. Pitni yo'q. Seninkini quyruqni tutuvag'ini qara. Xudoning urg'in esini. Bilib ol. Hammangning quyruqlarini yig'ib turib qo'ydim. Nimishqa? Aşı kamptiki qarindoshlarimiz bizning bir parchamiz emasmi? O'zingning millatingga bo'lgan so'yguring bo'lgan bo'lsa, haqqi yordam qilsa. Pulni alsang yordam qilsa, pulni elib yordam qilsang, u sodanglar opda yaxshi bo'pti deb o'ylayman. Yordam qilmasang, qaytirilib ketish girdavga kelgan odamlar qaytirilibmi ketdi bir bola. Qaytirilish girdavga yana kelib qolganlarni yana ashunda o'ynab yursang, men uning bilan bo'ldi qilmayman qara. Men bir g'aljir ishitdim-ku, sen desang ishitga deb. G'aljir ishitmaqada tishlab olsam qo'yib bermayman, bilib ol. Mençü timsah markalık. Tibet'nin can deb bir narsa var, iştivağı şu markalık. Men iştiyillik tishlab tazı qo'yib etmay quyruqingni. Hamma yerini ichib etma. Ho'shun tepib yur. Tehdit qilib, bununga tehdit qilib, Zühra Isaga "Eli tip bolma. Eringni mundaq qilib etma." Voy erimchi taz bilidima inqilab taza chiqyaptqinni. Tazı qo'llaydi. Nimin deb bersa, tutib olgan bir qalaymi ishi olmagandan keyin. Biz-chu hammamiz o'zimizga xos tayyorligimiz bilan chiqdik.
Şunun için hoşunu tepip bu yerda dünya güzülde kılıp biraz çıkıp sayrap vay bayraqni akı esip Facebook'ta sözlüsü hesap emas deb çıkayım ya Facebook çıkıp bakay gör bakay. Dünya güzülü. Senin hocalarından pulağınınla biz hiç kimden pulamayız. Biz Allah'ın yolunda deymiz. Allah'ın kitibidi mi? Deyilgen. Günahı şerik boğumuz yok hakasınla billi bulup. Biz günahı şerik buluşniki günah ekanligini bilimiz. Qarab qol qo'shtirib turib haqninkiga. Maşını men özüm qol tiqib qilmagan günah tursa bu günahni men qol tiqib qilmadim deb haqnikiga marab o'tasan şumu jinoyat deb qo'yay. Şunu yuşağalığın jinoyat. Şunun sükut qilganing jinoyat. Şunun uchun men o'ylayman, men günahı şerik bo'lmayman. U dunyoda pokiz bo'lsamla bo'ldi. Bu dunyoda sen meni qandoq tilla ve salihni tillamsa, yana birisini tillamsa lekin davoni xunuklashtirma deb o'ylama. Salihni tiqib etma turmaga. Tiqib baxmamsa, hamma ovozli shu nimalaringni yozmalaringdan tortib bag'o, yezib tayyor besib chiqarib qo'ydim, ey. Sendek nimaga bilan tetiyanmasam-chu, qara, jinimni ishni tashlab berma dedim-ku. Konsul yürüp teteyim ben. Nerede tepinla bazen lavuzlarının için nerede bu duruşluk. Böyle ki Behram Sıntaş diğinin Amerikalılığını bilip aldık. Yani birisinin ki Türkiye'ligini bildim. Yani birisinin yani devamlı izdanla. Obdağla bu Nebi isimlikinin hemisinden ki kisli var mı? Bu ulu kısımdı bu. Bazen isimler layık bir işler bulmaydı ki ne toba ismi öyle ki eti uluk süpürüsü kuruk digendekler. Xudayım buyursa qarindaşlarım, qanun bilan özümüzün qoğdaşını ügünümüz. Bu davada hemmimiz isyankar buluşumuz gerek. Anadaki biz qoğdaşımız gerek. Sağlıqını mı qoğdayımız? Bu namayışını qoğdayımız. Bu namayış biz üçün etqanca 13. yıllardaki namayış biz üçün etqancaqda tarihi əhmiyyətə ega. Bizning hozirqidak sharoitimizda, hozirqidak vaziyetimizda biz mushu namayishni vujudga chiqarishimiz kerak. Yaş ballarımız tırışıvatıdı, Amerika bayrağını bağ bizde, mundaq qilaylı, andaq qilaylı deb məsləhət göstərətidı. Sağlıq məşu 2 gün içində bu namayışınınki şuarını rətlab çıxırıb torğa elan qılıdı. Həmmiyenin şuar oxşaş buluş gerek, bayraq ölçəmləri deyəndək nəslərin həmmisi oxşaş buludu. Məşuni özü elan qılıdı. Bu toğurluq deyişdik. Hani çık ayrımxanamda qarindaşlarımız bilan sözləşdik, manda qısaq deb. To'g'ri, qilganlaringlarni hammani yetkizib qo'ydim. Yana bir taklif fikrlaringlar olsa desanglar bo'ldi, qarindaşlarım. Bu bizning muhim ishimiz. Bu namoyish bizning muhim ishimiz. Xuddi imzoga qandaq pozitsiyada bo'lsanglar, mushu namoyishga shundaq pozitsiyada bo'linglar. O'rta Osiyolik qarindaşlarımız bu shundaq jiddiy harakatni qilyotdi. Hammamiz har yerdan bir yoqdan bosh chiqaraylik. Hammamiz har yerdan o'zimiz qilalig'idek ishimizni qilaylik qarindaşlarım. Rahmat sizlarga.